Sizni katta oilangizni, o'zini ichiga bemalol sig'dirib ola oladigan 125 kvadratli xonadonni ko'rsin. Xo'p, qani bismillah. Kirib keldik. Mana bu remontni boshlanishidan bilyapsiz, juda bir boshqacha xonadonga kelganmiz. Chap qo'ldagi birinchi xonamizdan boshlaydigan bo'lsak, bu bizani zal qismimizda joylashgan. Olmazor City turar joy majmuasidamiz. Bilasiz, bu turar joy majmua standart remontda xonadonlarni topshirgan. Bu xonadonimiz bo'lsa, akam olganlardan keyin o'zlariga moslab devorlarimizni, patologlarimizni atachenta qilib, boshqatdan polni o'tadoya o'zlariga remontini qilganlar. Mebellarimiz, konditsionerlarimizga qo'yib qo'yilgan. Xonadonimizga shundoq kiraverish asosiy eshigimiz yonida mana shunaqa vstroyniy mebellarimizgacha qilingan. Domofonlarimizgacha o'rnatib qo'yilgan. Mana bu yo'lini chiroyliligi umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Patologimizni yonadigan, hozir bilmadim nimagadir yoqolmadik. Mana shu chirog'ini ham yoqib qo'ysak, juda bir boshqacha vidga ega bo'lar edi. Keyingi xonamiz. Bu oshxona. Oshxonada bizga kerak bo'ladigan hamma mebel texnika tayyor. Ovqat tayyorlab, zavtrak qiladigan joyimiz bor. Shunda mana terrasamizdan ko'rsatgan, hamma eshigini ochib bitta ko'rsataman. Birinchi qavatdagi xonadonimiz, o'zini plus mana shunaqa 40 kvadratli terrasa qismi bor. Bu degani yozda tapchanlarni, stol-stullarni olib chiqib, oilaviy mazza qilib, choy ichib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. O'zini почти 0.4 sotixli hovlisi bor deganida, Xo'p, bu oshxonamiz bo'ldi. Terrasamizga chiqsa bo'ladi. Bu yoqda sanuzyillarimiz bor. Videoni hozir oxirida ko'rsataman. Sanuzyillarimizni yo'lida har bitta joydan unumli foydalanilgan. Bu yerda vstroyniy shkaflarimizgacha qilib qo'yilgan. Keyingi xonamizga o'tadigan bo'lsak, bu yosh katta otaxon, onaxonlarimiz yoki sizni o'zingizni yotoqxonangiz mana shu joy bo'ladi. Spalnamiz o'zini ichida bu yoqda sanuzyili, dushvayasi bilan joylashgan. Ikkita sanuzyilimiz bor. Shunda bittasi yotoqxonaning ichida, ikkinchisi bo'lsa общий. Zo'r tarafi общийimiz ham razdelniy qilingan. Bu yerda ham shkafimiz vstroyniy devorli ichida bilinar bilinmas bo'lib turibdi. Keyingi xonaga o'tadigan bo'lsak, bu o'g'il bola farzandingiz uchun mo'ljallangan spalnamiz bor. Zo'r tarafi ham bitta o'g'il bolaga, ham bitta bu yoqda qiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz ham bor. Keyingi xonaga o'tadigan bo'lsak, bu bizani shunda 4-yotoqxonamiz bor. Общий shunda bu yerda bizda 4 ta yotoqxona, bitta zal, bitta oshxonamiz bo'ldi. Va albatta bu yotoqxonamizdan ham mana panoramniy vid shundoq terrasamizga chiqsa bo'ladigan sharoiti bor. Juda kvadraturasi katta, 125 kvadrat plus 40 kvadratli o'zini terrasasi ham bor. Birinchi qavatda o'zi eski domlarda hovli bo'lardi, lekin bu yerda zo'r taraficha hech kim kelib buzib tashamaydi. Eski domlarda bilayotgan bo'lsangiz, hovlilarni oldi tarafida buzib tashlashyapti. Bu yerda bo'lsa, aynan sizni xonadoningiz uchun mo'ljallangan bo'ladi. Yo'lingizga bitta like bosib qo'yasiz. Bu bizani общий vannamiz ichida o'zini sanuzyili bilan birga joylashgan. Undan tashqari bo'lsa, shundoq bu yon tarafda gостевой sanuzyilimiz ham qilingan. Ko'pchilik o'zi mijozlarimizni bizdan so'rashadiki, razdelniy qilib yuborish kerak sanuzyil, alohida vanna bilan sanuzyil alohida bo'lish kerak deyshadi, lekin bilasiz, novostroyka domlarda planirovkani hamma o'ziga qilganiga razdelniy qilishmaydi. 125 kvadrat Olmazor City turar joy majmuasida joylashgan xonadonimiz. Remonti o'zi uchun qilingan. Ko'rayotganingizdek, hamma patologlarimizgacha atachentali qilib qo'yilgan. Lustralarni ham juda chiroylilar ilib qo'yilgan xonadonimiz. Plus 40 kvadrat o'zini terrasasi. Birinchi qavatda joylashgan uyimiz 179.900 so'ralyapti. Narxi yaxshi bo'lsa, bitta laykingizni bosib qo'ying. Bizning kanalga obuna bo'lib qo'ying. Albatta qo'ng'iroqcha bor, o'sha qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'ying. Har bitta yangi video qo'yganimizda sizga уведомление kelib turadi va siz yangi qo'yilayotgan sotuvdagi obyektlarni o'tkazib olmaysiz.